O'zbek ham zo'r biz keldik mana ishonaveringlar viza olib beradi u bu deb voy bu mashinniklar toza umrni ham asabni ham yedi borku. Kechani o'zida yana 2 kishi aloqaga chiqyapti. Lichkadan yozdi. Menga Germaniyadan ishga shartnoma keldi, taklifnoma keldi. Rostmi, haqiqiymi yo'qmi qanday tekshirsam bo'ladi. O'sha haqiqiy emasligini tekshirish kerak degan xayol keldimi? Bilaveringlar bu katta ehtimol mashinnik, chunki o'zi nimaga bunaqa xayol kelgan? Yaxshi, u kritika ishlagan kallada so'rashdi. Shunchaki Telegramdan PDF qilib tashlavergan ishga shartnomani. Bo'ldi, mana senga ishga shartnoma kelishing mumkin, viza olasan, ishlaysan, to'lov bor, u bu deb o'sha eski sxema Gruziya orqali kelasan, viza olib beramiz. Bular endi shubhalanib, ishonmasdan so'raganida nima tomoni eng achinarlisi o'sha mashinniklarda xod qilgan o'zbek topib turib o'zbek bilan gaplashtirishgan. Ana o'zbek ham zo'r biz keldik mana ishonaveringlar viza olib beradi, u bu deb rosa ishontirgan. Bunaqa vaziyatda har kim ham ishonib qo'yishi mumkin-da. Lekin hujjatlar hammasi soxta. O'zi men bitta narsaga hayron qolaman-da. Hozir sun'iy intellekt shunaqa rivojlanib, shunaqangi dahshatli videolar generatsiya qilyapti. Ana qog'ozga, PDF qog'ozga qanday ishonasizlar? Uni telefonda ham yasasa bo'ladi. Hozir mana unaqa bir maxsus Photoshopmi, kuchli kompyuter, bir kuchli anaqalar softlar kerak emas hozir. Shunchaki yasab tashlasa bo'ladi. Hujjatga ishonish kerak emas. Bitta narsani tushuninglar, ko'rmay, bilmay turib hech kim sizga ishga shartnoma jo'natib yubora olmaydi. Jo'natmaydi, xohlamaydi. Ya'ni o'sha to'g'ridan to'g'ri ish beruvchi bo'lsa ham, o'rtakash bir firma bo'lsa ham olib borib ishlatadiganday, hech bo'lmasa mana bunaqa video aloqadan chiqib, hozir qiyin emas-ku, internet bor hamma joyda. Bunday ko'radi, gaplashadi, kimsan, nimasan, to'rtmunchang sog'mi o'zi, ishlashga yaraysanmi, layoqating bormi? U mashinniklar u, qiziq emas. Telegramdan qanaqadir yopiq akkauntdan shunday jo'natib yuboradi, yasab turib. Shunchaki. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar. Ofitsialniy rostdan viza olib kelish oson narsa emas. Shunchaki unaqa Telegramdan Levi kimdir chiqib turib sizga ishga shartnoma jo'natib yubormaydi. Mana tilam kerak emas deb. Keyin u shartnomalar hammasi oddiy upakovshik, skladda ishchiga jo'natilgan. Unaqa ishga kelib bo'lmaydi Germaniyaga. Shu joyni tushuninglar. Germaniyaga kelish uchun diplom, til va Germaniyada ofitsialniy ish. Shunchaki qanaqadir mutaxassislik yo'q ishga kelib bo'lmaydi.